O'zbekiston Respublikasi sadoqat bilan xizmat qiladi. Hay. Azamjon aka. Anjon. Botir akamiz Abdullayev. Botir aka Abdullayev. Abdulxayr, uzr kechirasizlar. O'shdan Rustamjon hoji akamizlar. Quziboyev Nasriddin aka. Baxtiyor aka Usmonov. Bog'dod. Farg'onaning Bog'doddan kim bor? Bog'dodga yaqin joydan kim bor? Bog'dodga yaqin joy kim bor? Hozir bir ukamiz bor edi, men juda ham bir hurmat qilaman. Baxtiyor Bagdadskiy degan yigit edi, shu gruppaga kirdi-yu, chiqib ketib qolaveradi, kirib qolaveradi, chiqib qoladi. Shu xarakteri yo'q qoldi. Shuning uchun shu bolaga bitta podarka shuni berib qo'yasiz. Tamam, telefonni olib beraman. Hamda bizni ichimizda akademiklar ham bor edi-ku, akademiya a'zolari bor. To'ron akademiyasining a'zosi, biz ajoyibchonimiz, harbiyimiz, aziz ustozimiz To'ra Mirza aka Oripov. Bitta mana shu zirofoyada rasmga tushib olsa. Hurmatli quroldoshlar, bu biz uchun nima deydi, surpriz deydi o'rchasiga. Kutilmagan narsa bo'ldi. Payg'ambardan topganingizni barakasini bersin. Mana shu bugungi barcha qilinayotgan dasturxonlarimizni Xudoyim sizga ming qilib qaytarsin. Men bilamanki, bizni Farg'onada, GSV ishlar ichida o'zlariga to'q, juda ham ko'p hadiya. Bular buni hadiya deydi, bular tilida edi, hojilar tilida. Qilgan hadiyalardan ilohim qabul qilsin. Bilamanki, oramizda juda ham ko'p shunaqangi o'ziga to'q quroldoshlarimiz bor. Ular ham mana shu bizni gruppamizga hisoblar qilib, gruppamizni kelajakdagi bo'ladigan ishlariga o'z hisobini qo'ysa yaxshi bo'lardi. Yana bir yangilikni men sizlarga aytaman. Oranglardan ko'pchiligi Toshkentga 9-iyunda hurmatli qarindoshlar, eshitdinglar, agar qiziq bo'lmasa 9-iyunda Toshkent viloyatida boya bir akamiz ustozimiz aytdi, Zoir Tarish tomonidan veteranlar bog' qilganini ko'rdinglar. Biz o'sha yerga, o'sha o'zimizning GSVgina bir pamiyating deydi o'rchasiga. O'shani qo'yish niyatidamiz. Biz yaqinda To'ra Mirza aka bilan viloyat hokimining oldiga yana bir ikkita quroldoshlar bilan kiramizlar. Shu yerdan bizga 1 metrga 2 metr joy so'rab, o'sha GSVgina bor ana bir soldatimiz yosh bolani ko'tarib turgan haykali bo'lardi. Ana o'shani qilishga niyat qilganmiz. Joy beriladi, chunki juda ham Zoir Toyevich bag'riki u odam ham o'zi ham Afg'onda xizmat qilgan. Bilasizlar, o'tgan safar borganinglarda butun hammayoq to'polon bo'lib ketganda, uradi, bir Samarqandga borib baqirganda, ular hayron qolibdi-da. Keyin men kelgandan keyin, "Niye bu siz gruppangizmi?" deb anchalik qildi. Demoqchimanki, o'sha haykalni endi ma'lum etdikmi, shuni bir harakatini qilsak, oramizda
agar ular yordam bersa berdi, bo'lmasa mana aytdim, biz 300 dan ortiq o'zimizni safdoshlarimiz, a'zolarimiz bor, o'zimiz pul yig'ib bo'lsa ham qilamiz degan niyatlarimiz bor. Yana bir marta Egamberdi aka qilgan hadyalaringiz, ilohim ehsonlaringiz bizga qabul bo'lsin. Sizga ming rahmat. Yangi kelganlari mana ko'rdinglar, bir-birimizni, bizning maqsadimiz bir-birimizni topish, o'sha 30 yil, 40 yil, 50 yil oldingi bo'lgan do'stlarimizni topish bo'ladi. Sizlar uchun rahmat, Farg'onalarga ming rahmat. Assalomu alaykum. Egamberdi bu nima deydi? Mukofotlar uchun rahmat. Shunchalik bizni qadrlab mana yerda turgan yigitlarni mana hammamizga endi bu rahmat. Endi Sovet ittifoqiga xizmat qilaman demaymiz, endi Egamberdi hojiga xizmat qilaman deymiz. Mana bundan bu safardan keyin ko'rvallarning Andijon oblasida bitta to'n olib kelish, qani bitta Andijon oblasida. Bundan keyin farg'onaliklar bitta velosiped, undan keyin boshlaymiz endi mana xudo xolasa bir yaxshi boshlab berdingiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Yana bitta yubileyimiz bo'yla, mana shu biz o'ramda o'tiribdilar, yubileylari bor. Shu sovg'amizni ham topshirib qo'ysak seni oldingizda. Qurolli kuchlar polkovniki, bizni GSVda xizmat qilgan insonlarimizdan, quroldoshlarımizdan To'xtamatov Ravshanbek akamizdan davraga chorlaymizlar. Chiroyli qarsalar bilan bor o'ylab. Yubiley muborak bo'lsin. Chiroyli bitta rasmga tushib olsak endi, Egamberdi aka yaqinroq tushib olsalar rasmga. Buni rasmini chiqartirasizmi yo video qilaveramiz? Rasmga ham Bir shartmasi rasmga olish.